Qanday qilib Germaniyaga kelish mumkin? Juda ko'p insonlardan so'rasangiz, bir xil javob beradi. Sizga mana bu saytlar ro'yxatini beradi. Mana shu saytga kirasan, o'zingga ish beruvchini topasan deydi. Siz kirasiz, yuzlab joylarga beveribing yozasiz, lekin hech biri sizga aloqaga chiqmaydi. Shundan keyin 100% sizni motivatsiyangiz tushib ketadi va konsaltinglarga murojaat qilishga majbur bo'lasiz. Bugun men sizlarga shu paytgacha hech kim o'rgatmagan narsani o'rgatishga harakat qilaman. Ishoning, buni bironta bloger yoki bironta bir ko'rsatuvlarda ko'rsatishmaydi. Bilmayman nimaga. Lekin bu usuldan foydalanadigan bo'lsangiz, siz to'g'ridan-to'g'ri ish beruvchini o'zini kontaktda, hattoki telefon nomerlarigacha olishga muvaffaq bo'lishingiz mumkin. Men buni sizga 3 ta bosqichda ko'rsatib beraman. Birinchisi, siz o'zingizning sohangizga mos bo'lgan korxona, tashkilot yoki kasalxonalarni topasiz. Misol uchun men shifokorman va o'zimga yaqin bo'lgan kasalxonani topdim va uni rasmiy veb-saytga tashrif buyuraman. Yuqorida 3 ta nuqtacha, ya'ni 3 ta chiziqchali belgi bo'ladi. Agar biladigan bo'lsangiz, bosh sahifa yoki menyular shunga o'xshagan narsalar turadi. O'shani ustiga bosadigan bo'lsangiz, karyera bo'limi bor o'rtoqlar. Karyera bo'limiga kiradigan bo'lsangiz, ushbu kasalxonani qaysi yo'nalishlarda joylari borligi, praktika, amaliyot, ausbilding va barcha bo'sh joylarni topishingiz mumkin. Va shu yerdan siz aynan shu yerda kimga murojaat qilishingiz ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Mana bu rasmda buni ham ko'rishingiz mumkin. Hattoki sizni qabul qiladigan odamning ism, familiyasi, telefon raqami hamda email manzillari kiritilgan bo'ladi. Bu saytlarda ariza qoldirishdan ko'ra anchagina effektiv hamda foydali hisoblanadi. Chunki saytlarda minglab murojaatlar hisobiga sizga javob berishmasligi mumkin. Lekin bunda albatta javob olasiz. Omad barchaga.